Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. İzes-semâ'u fatarat. Asman yerilgan çağda. Ve izel kevâkibu intesarat. Yıldızlar tökülgen çağda. Ve izel bihâru fuccirat. Denizler birbiriga qo'shilgan çağda. Ve izel kuburu bu'asirat. Kabirler astı üstü kılıngan, yani ölükler çıkarılgan çağda. Alimet nefsun ma qaddamet ve akharat. Her adam ilgari keyin qilgan ishlarining hammasini biladi. Ya eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal kerim. Ey inson, seni merhametlik Rabbinga osiylik qilishga nima oldi de? Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. U seni yaratdi, a'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Seni u xohlagan shaklda qurashtirdi. Kalla bal tukazzibuna bid-din. Hergiz unda qilmanglar. Yani Allah'ın keremiga mag'rur bo'lmanglar. Ey Makka kuffarlari, belki sizlar dinni inkar qilasizlar. Ve inna alaykum lahafizin. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turg'uchi farishtalar bor. Kiraman katibin. Ular Allah'ın dergahida hürmetlik farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turdi. Ya'lamuna ma taf'alun. Ular qilmishinglarni bilib turdi. İnnel ebrara lefi na'im. Mu'minlar shak shubhisiz jannatda bo'ladi. Ve innel fujjara lefi jahim. Kafirlar shak shubhisiz do'zaxda bo'ladi. Yaslawnaha yawmaddin. Ular qiyomat kuni do'zaxga kiradi. Ve ma hum anha bighaibin. Ular hergiz do'zaxdan ayrılmaydı. Ve ma adraka ma yawmuddin. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a vel amru yawma idhin lillah. U kunda bir odamning yana bir odamga yordam berish qo'lidan kelmaydi. Bu kunda hukm Allohga xosdir.